Olib borib bermagan bo'lsa, ay menda a'zoyi badanimni kiritib ketib qo'yardi bo'ling. Narsani ko'rib qo'yganman. Nega yoshini olib berasizmi? Beholat. Onasi men kontrakt pulini topdim shekilli, hozir bir joyga kirib chiqaman. Iplos tozasi bilan ushadim. Qornim ochib ketdi. Tezroq ovqat zakaz qilmasangiz seni yeb qo'yaman. Andijon shahridagi eng zo'r oilaviy restoranimizga xush kelibsizlar. Menyu. Menyu kerak emas. Oho. Bizga siz qaraysizmi? Ha nima qildi? Yoshingiz ulug' inson ekansiz. Yoshim ulug' emas, otim ulug'. Voy mayli qarursinlar. Issiqqina choy olib keling. Keyin sho'rva olib kelasiz birinchisiga. Undan keyin steak yeymiz, steak olib keling. Keyin baliq ham olib keling. Oho. Bugun to'ylar ekan, bexabar qolibsiz-da. Oybeka. Restoranimizda spirtnoy mumkin emas-da. Bo'lmasam o'zimni hisobimni olib kelib quyib berardim shu yigitga-ya. Voy yaxshi bo'pti yo'ligi. O'tgan safar ham ichib qotib qolgansiz. Keyin men sizni sudrab yurdim. Yana ichasizmi? Oho. Bunaqa hunarlari ham bormi? Aytdim, kontrakt puli qayerga ketyapti deb. Oybeka, menga telefon yoqmayapti. Bundan ham zo'ri yo'qmikin, a? Bor, Nokia. Ne sochib ketganda, lekin antennasi zo'r oladi. Perivalda ham ishlaydi. Men bunaqa tufta telefon ishlatmayman. Oho. Oybeka, keyin men brilliant olib beruvdingiz-ku, shuni uziga ham kelibdi, olib bering, atigi 2000 ekan. Oho. Uydagi olapar nimaga bo'sh yurib desam, alabay taqvobdi zanjirini, ha? Keyin to'ydan keyin chentir olib beraman dedingiz, shuni Malibu qilsak bo'lmaydimi? Atigi 35 000 ekan. Variantga ham bormikin? Biz bo'lib to'lashga olmaymiz. Adalari boy. Olib beradilar. Ana shu boy dadangiz bilan rosa tanishkim kelyapti-da, o'g'il bola. Jonga tegdingiz boydan beri. Hali ovqat olib kelganingiz yo'q. O'chari. Dadam bo'ladi. Tushunmadim. Haligi boy dadalarni xotinini eriman. Taniyapmi? Oho. Ha? Oho, family. Ashnaqa. Xotin. Hozirsi. Ana qo'shnilardan bolg'achasini olib chiqib turing, oynaga salafan qoqamiz. Qo'shnilar deysiz. Shu qo'shnilar sizni qaynonangiz bilan qaynotangiz doim narsa olasiz. Hech qaytarib bermaysiz. Hech bir vijdoningiz qiynalganmi? Shu narsalarni qaytarmaganingizga hech bir afsuslanganmisiz? Ha, 5 yil oldin egovini olganman. Qaytarmaganimga rosa afsuslanaman. Nima? Adasi, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshi ekanmi, xotin? Yaxshilar, adam sizga salom aytib bordilar. Dadam bas. Dadamiz bo'ladi. Adamiz. Oyim ham salom aytib bordilar. Voy, onam bas. Onamiz bo'ladi, xotin. Mayli, oyimiz. Uyda nima gaplar ekan? Uydagilar tinch, adam hokimlikdan ishdan ketibdilar. Dadam bo'shabdimi? Ora bilan qo'lga tushgandir-da. Voy. Qanaqa pora bilan qo'lga tushadilar? Vazirlikka ko'tarilib ketibdilar. Dadamiz ko'tarilibdi. Adajonis, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Adajonis, yangilikni eshitdingizmi? Qanaqa yangilik? Ana Muzaffar o'rtog'ingiz bor-ku, xotinini o'zi eng zo'r butiklarga olib borib, eng qimmat kiyimlar olib beribdi. Siz qachon menga olib berasiz? Adajonisi, ana Muzaffar o'rtog'ingiz bor-ku, xotiniga tilla uzunlar, ziraylar, tilla taqinchoqlar olib beribdi. Qachon siz menga olib berasiz? Adajonisi, Muzaffar o'rtog'ingiz bor-ku, xotiniga mashina sovg'a qilibdi. Katta bantiklar bilan hammaning oldiga xotinimga deb yozib sovg'a qilibdi adajonisi. Siz qachon menga shunaqa romantikalar qilasiz? Qachon menga olib berasiz mashina? Voy qachon sana Muzabga o'xshab meni Nargiz bilan ushlab ol, aytgan narsani olib beraman. Nima? Labidan pardozidan netayman. Toshkentda bugun odam yo'qmi yo bitta menga kelin chiqmayapti-ne? Nos. Kayfi o'ziga xos. Assalomu alaykum akajon. Sho'rsiga borib qo'yay akajon. Rahmat. Assalomu alaykum.
yurishlaringizni qarang. Siz menimcha taksist emassiz, siz bir bankirsiz yo biznesmensiz. Biznesmen bitib ketganlar bo'ladi, o'shalar Nexus'da taksi qilib yuradi. Sizni hobbingiz bo'lsa kerak, mana shu taksichilik bor-ku. Okajon, siz zerikkan vaqtingiz taksi qilib turasiz. Shunaqa bilmayman o'zi. Ko'rmasanmi, shunaqa bolalar hali ham bor. Okajon, nima gapirmayapsiz? Shunchalik tarbiyalimiz qizlarga ham gapirmaysizmi? To'xta. Buni gapirmaydilar. Menimcha og'izlariga nos olgani. Jinniramizda shundoq bola-ya, shundoq bola nos chekadimi? Qo'ygin. Okajon, bitta jiyanim bor, bitta. Rasa bir menga ko'nglimga yoqdingiz-da, bir og'izga tupurib qo'yasizmi? Ay, sizga jiyanim bo'lsa jondirdim. Mayli, shundoq qizlar turib gapirmadingiz. Qo'ying, ko'rvasanmi? Mana shunaqa bolalarni o'rash kerak. Qattagi bolalarni o'rab yuradi. Zo'r parichka bo'lardi. Bu okajon, masjid ro'da to'xtatib ketsangiz bo'ladi, xo'p, bizani. Nech pul bo'ldi okajon? E'tiboring. Nech pul bo'ldi? Bular pulamomas ekan shekilli. Ketaveramizmi? Okajon, rahmat. Ilohim ishingizga baraka bersin, okajon. Amin. Bizning qizlaringiz bo'lsa, okajon. Okajon, rahmat sizga. Nos chekkan kishini urib sindirishini, yo'qotarkan ishini.